Aslida bizga dushmanning keragi yo'q. O'zimizni yomon odatlar o'zimizni o'ldiradi. Masalan, aroq ichish jigar kasalliklari xavfini 40% ga oshiradi. Surunkali spirtli ichimliklar ichadigan insonlarda jigar sirrozi ham paydo bo'lishi mumkin. Kimlar uchundir vaqt o'tkazish yoki shunchaki hobbiga aylangan sigaret chekish miya bilan o'pkani kushandasi hisoblanadi. Ayniqsa elektron sigaretlar miyani chiritadi. Tuzlamalarni ko'p yeydigan insonlarda yoki ovqatni tuzini baland qilib yeydigan insonlarda kelajakda yurak-qon tomir bilan bog'liq kasalliklar kelib chiqishi mumkin. Fast foodlar, burgerlar yeydigan insonlarda davleniya va yurak kasalliklari ko'proq uchraydi. Nonushtani sosiska bilan qiladigan insonlar hozir bezovta bo'lmasligi mumkin. Keyinchalik albatta ichak kasalliklaridan qiynalishadi. Quvvat bo'lsin deb energetik ichib yuradigan insonlar sahrli diabet, insult, infarktga chalinish xavfi juda ham yuqori. Energetiklar buyrakni ham nobud qiladi. Gazli, rangli ichimliklar ichadigan insonlarda tish bilan bog'liq muammolar erta paydo bo'ladi.